2024-yilda o'z faoliyatini boshlagan So'x ijtimoiy-iqtisodiy va pedagogika kolleji 2025-yil yanvar oyidan e'tiboran rasman So'x pedagogika texnikumi sifatida qayta tashkil etildi. Hozirgi kunda mazkur texnikumda 325 nafar talaba tahsil olib, kunduzgi, sirtqi hamda dual ta'lim shakllari samarali yo'lga qo'yilgan. Texnikumlarda ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy ta'lim usullarini joriy etish hamda jahon startlariga muvofiq bo'lishni ta'minlash maqsadida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan har bir texnikum oliygohlarga biriktirildi. Natijada texnikumlar va oliygohlar o'rtasida yo'lga qo'yilgan hamkorlik ta'lim tizimini yanada takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. So'x pedagogika texnikumi esa Farg'ona davlat universitetiga biriktirildi. Farg'ona davlat universiteti mana So'x tumanidagi mana shu pedagogika texnikumida hozir biz 5 ta xonani kapital ta'mirdan chiqaryapmiz. Bu yerda avvalambor xorijiy tillarni o'rganish markazlari tashkil etiladi. Ayniqsa mana hozir yoshlarimiz, talabalarimiz iltimosidan, talablaridan kelib chiqib, bu yerda biz avvalambor mana shu ingliz tiliga, rus tiliga, nemis tiliga va xitoy tiliga bo'lgan ixtisoslashgan markazni ochamiz. Ayni kunlarda texnikum hududidagi qo'shimcha bino Farg'ona davlat universiteti tomonidan kapital ta'mirdan o'tkazilmoqda va zamonaviy jihozlar bilan to'liq ta'minlanmoqda. Har hafta panshanba kuni texnikumda rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etiladi. Navbatdagi uchrashuv universitet rektori va texnikum talabalari ishtirokida bo'lib o'tdi. Uchrashuvda mavjud muammolar muhokama qilinib, ularni joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Ayniqsa qo'shimcha o'quv kurslarini tashkil etish va malakali kadrlar bilan ta'minlash masalalari alohida ko'tarildi. Shu bilan birga oliygoh tomonidan texnikumda bir qator zamonaviy sohalarni o'rganish tizimi joriy etilishi ham nazarda tutilmoqda. Biz IT kompyuter savodxonligi hamda logistika markazini ochamiz. Hamda bu yerda mana hozir yoshlar bilan yana suhbatlashdik, yoshlarimiz bilan gaplashdik. Ulardan mana shu tikuv sohasidagi aytaylik libos dizayni bo'yicha yana ham chuqur bilim olish istagi bor ekan. Ularni tashkil qilib beramiz va biz mana shu ta'mirlangan xonalarimizga kompyuter jihozlari, elektron panellar, zamonaviy mebellar va o'quv hamda badiiy adabiyotlar bilan ta'minlab beramizki, bu yerda eng asosiysi xohish bor. Yoshlarda xohishi bor. So'x tumanida ta'lim sifatini oshirish va dual ta'lim shaklini takomillashtirish maqsadida Farg'ona davlat universiteti rahbariyati olib borgan o'rganishlar natijasida sohaga daxldor bir qator muammolar bartaraf etildi. Shuningdek, universitet tomonidan tumandagi xushhavo joylarda o'qituvchilar uchun dam olish maskani barpo etish va So'xdaryo sohilida 3 gektar maydonda forel balig'i yetishtirish loyihasini amalga oshirish masalalari ham o'rganildi. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan tayyorlandi.